Payg'ambar alayhissalatu vassalom Quddusni 3 marta fath bo'ladi deganlar. 3 marta. Birinchisini Hazrati Umar radhiyallohu anhu fath qilganlar. Yuqorida aytdik, Abu Zar unda qatnashganlar. Ikkinchisini Salohiddin Ayyubiy fath qilganlar. Ash'ari mazhabida bo'lgan, aqidasi o'zi sofiy bo'lgan, tasavvuf egalari. Bugun chiqib olib o'sha salafiylik bekorga men ba'zi o'rinlarda keskin gapirmayman. Salafiylik o'sha Havum Nahumlarning planlari, Theodor Herzllarning planlari, o'sha Emmanuel Carrassolarning planlari. O'sha Gertrude Bell degan odamlar qilgan bu salafiylikni aynan musulmonlar ichida ixtilof qilish uchun davlat qilib berishgan bularga. Muhammad ibn Abdul Vahhab shuning uchun kerak bo'lgan ularga. Butun boshli ummatni parokanda qilish uchun, Usmoniy xilofotini ag'darish uchun bularga kuch-quvvat berishgan. Dastaklashgan bularni. Hozir bu gapni ko'tarib yurganlar, e'tibor bering, qayerda ittifoq musulmonlar bo'lsa, shular kirsa janjal boshlanadi. Sistema shunaqa tuzilgan. Tuppa tuzilgan namoz o'qib yuribmiz, ikkitasi kiradida amin deb baqiradi. Habobda ilmiy asosda bor bu, boshqa mazhabda bor. Nimaga bo'tga kirib janjal qilyapsan? Bilasanki janjal bo'lishini. Tuppa tuzuk ibodat qilib turibmiz, kelyapti-da sizga aynalloh deyapti. Alloh qayerda deyapti. Uni javobi 100 yil davom etgan tarixda. 100 yil javob berishga vaqtimiz yo'q hozir. Nima bo'ladi? Janjal boshlanadi. Allohning qo'li bor. Ha bilamiz qo'li borligini. Sen a'zo deyapsan. Allohning a'zosi yo'q, qo'l degan sifati bor. Bilamiz. Lekin xalqqa aytsa janjal bo'lyapti. Mana shu janjallar nima uchun kerak? Suriyadagi janjal nima uchun kerak? Idlibdagi urush nima uchun kerak? Iroqdagi qon to'kishlar nima uchun kerak? Izroil kuchayish uchun kerak. Salafiylik shuning uchun kerak. Shuning uchun qayerda qarang, hech kim aytmagan gapni gapirib olib, bizga birlashinglar, biz haqiqat parvarimiz deydi. Haqiqat parvar bo'lgansan. Sen haqiqat da'vosi bilan Musoga qarshi chiqayotgan qavmning gapiga o'xshaydi seni gaping. Musa alayhissalom sigirni so'y desalar, rangi qanaqa bo'lsin? Rangi sariq bo'lsin. Qo'shga qo'shilgan bo'lsinmi? Yoshi qanaqa bo'lsin? So'rayverdi, oxiri sigir qimmatbaho matohga aylanib ketdi. Uni olib borib so'yaman deyishganda nima deyishgan? Al-ana ji'ta bil haqq deyishgan. Endi haqiqatni aytding, endi haqni gapirding. Voy, Musa boshidan haqni gapiryotdi o'zi. Birinchi ham haq edi Musoning gapi. Bular shunaqa odamlar. Musoni boshini aylantirgan qavm salafiylar. Demak, bu tarixiy gap, katta mavzu. Bu gapni gapirganimdan keyin Mahmud Abror Muxtor Aliyni qamab qo'ymasa bo'ldi deb yuribdi. Haqni gapira olmaydi deb qo'yadi. Mana haq. Nimani aylantirdik hozir? Ochiq-oydin aytayapmiz. Biz xalqimizni oydinlanishini, ziyoli bo'lishini, tarixning haqiqatidan xabardor bo'lishini tarafdorimiz. Bugun vazifamizni qilib olsak, ertaga rejamiz yo'q bizni. Chunki ertangi reja Azroilniki bo'lishi mumkin. Uni biz ustiga chiqib keta olmaymiz. Illo taslimmiz. Shuning uchun haqiqat hayqariladigan joyda aytamiz. Dunyodagi barcha fitna fasodning markazi o'sha joy. U joyda to'xtagan kuni inshaalloh Robbil alamin hamma joyda omonat esonlik bo'ladi. 3-Qudusni fath qiladigan odamni ummat kutib o'tiribdi. O'sha 3-Qudusni fath qiladigan inson Imom Mahdi bo'ladilar. Mahdi keladilar, o'tni fath qiladilar. Shuning uchun biz bugun o'zimizni ishimizni qilishimiz kerak.